Birinchi o'rin Omar Marmush va Mo Salah. Salah yaqin 8 yil ichida Misr qiroli deb atalgan yagona yulduz edi. Imkoniyat ancha kamaygan bo'lsa-da, baribir oltin to'pga asosiy da'vogarlardan biri. 2 karra APL chempioni, Chempionlar Ligasi va boshqa kuboklar sohibi. Liverpool afsonasi deb bemalol aytsa bo'ladi. Avvallari Misr qiroli desa, xayolimizga faqat Salah kelgan. Endi bu nom uchun yana bir futbolchi kurashmoqda. Omar Marmush texnika, to'p bilan muomala va vaziyatlarni yakunlash bu xuddi Salahga o'xshaydi. Qizig'i ikki futbolchi ham kech ochilgan, 24 va 25 yoshda. Ikkalasi ham top jamoada emas. Biri Romada, biri Eintracht. Qishda Omar xuddi Salahga o'xshab APLga, faqat Manchester Cityga o'tdi va hozircha yarim mavsumga kelib chiqsak, statistika yomon emas. 18 ta o'yinda 7 ta gol va 3 ta assist. Boshlanishiga yomon emas. Ko'ramiz, Salah bosib o'tgan yo'llarni bosib o'ta olarmikan. 9-o'rin Arda Güler va Mesut Ozil. Arda ko'rinishi ham, o'yin uslubi ham Mesutga o'xshaydi. Marmush va Salahga qaraganda ular bitta davlatdan emas, lekin birga o'ynashga ulgurishgan. Mesut Fenerbahchega faoliyatini yakunlagani kelganida Arda endi boshlayotgan edi. Mesut jamoani tark etgandan keyin uning 10-raqamini aynan uning yo'lini davom ettiradi deb 18 yoshli Arda Gülerga berilgan. Arda ham hujumkor yarim himoyachi, o'ng qanot winger, markaziy yarim himoyada ham o'ynay oladi. 2023-yil yozida Gülerga ikki jamoa qiziqqan: Real Madrid va Barselona. Güler kataloniyalik jamoaga o'tishga yaqin turgan payti bitta qo'ng'iroq ko'p narsani hal qilgan. Mesut menga qo'ng'iroq qilib, Real Madrid tarixdagi eng yaxshi jamoa ekanligini aytdi va meni u yerda ko'rgisi kelayotganini. Güler ham xuddi Ozil kabi Realga o'tdi va muxlislarga o'zining o'yin uslubi bilan Mesutni eslatdi. Va umid qilamizki, Arda yangi keladigan murabbiy qo'l ostida ko'proq o'yin amaliyotiga ega bo'ladi va asosiy futbolchilardan biriga aylanadi. 8-o'rin Barselona futbolchisi, himoyachi Pau Cubarsí va Gerard Piqué. Barselona akademiyasidan faqat hujumkor futbolchilar yetishib chiqarilmaydi. Oldin aytaman, Cubarsí Barselona futbolchilari orasidan bugungi to'pimizda yagona emas. Cubarsí endigina 18 yosh, lekin o'ynashidan bunday demaysiz. Kuchli xarakterga ega va ba'zan La Masiyadan chiqqan bir himoyachini eslatadi. Gerard Piqué. Piqué endi chiqib kelayotganda uning oldida Puyol kabi ustozi bo'lgan. Cubarsída bor Martinez va Araujo. Ispaniya terma jamoasida tez orada Piqué va Ramos kabi tandem qaytishi mumkin. Ya'ni Cubarsí va yana bir futbolchi. U haqida birozdan so'ng. Umuman olsak, Cubarsí bu mavsum to'pni olib qo'yish foizi 64. Hali o'rgansa, kuchaytirsa bo'ladigan xislatlari albatta bor. Lekin yana bir bor, u endigina 18 yosh va hali hammasi oldinda. Bu ketishda hattoki Piquédan ham o'tib ketishi mumkin. 7-o'rin boyaga aytgan himoyachimiz Raul Asensio va Sergio Ramos. O'sha Cubarsí terma jamoada tandem bo'lishi mumkin bo'lgan futbolchi aynan Asensio. 22 yoshida Real Madrid asosiy tarkibida o'ynash imkoniyatini oldi. Ramosga birinchi bo'lib o'xshaydigan xislati bu uning qattiqqo'l xarakteri va yuz ko'rinishi ham o'xshaydi. Bu mavsum himoyada paslar aniqligi 93%, ikkinchi qavatda to'pni olib qo'yish esa 70%, to'pni olib qo'yish esa 68 va birinchi mavsum uchun bu juda yaxshi ko'rsatkich. Hozir Asensio akademiya futbolchisi sifatida maydonga tushmoqda, lekin katta ehtimol keyingi mavsumdan to'laqonli asosiy futbolchiga aylanib va Alaba ketsa, Ramosning 4-raqamini olishi mumkin va balki kelajakda hattoki sardorlik bog'ichini ham. 6-o'rin Erling Haaland va Zlatan Ibragimovich. Yo'q, gap faqat ikkisini ham sochi uzun bo'lganida emas. Haaland faoliyatini boshidan Zlatanga o'xshatilgan. Ronaldo desak texnikasi juda kuchli emas. Messi desak uning o'yin uslubi boshqacharoq. Haaland toza 9-raqam, ya'ni forward. Bo'yi, oyoqlari uzun. Kimdirni eslatyaptim o'zi? Zlatanga qaraganda Erling Chempionlar Ligasini, treble-ni yutdi va oltin to'pga ancha yaqinroq keldi. Gollar bo'yicha ham katta ehtimol bemalol hali o'tib keta oladi. Bu mavsum Cityning shunday formasi bilan ham, jarohatlari bilan ham Haaland o'zining darajasini ko'rsatib kelmoqda. Hali mavsum tugamadi, lekin hozircha 40 ta o'yinda 30 ta gol urishga ulgurdi. Zlatan o'zining prime davrida mavsumiga barcha turnirlarda 50 ta gol urgan. Agar City Haaland formada bo'lsa, 50 ta gol mavsumiga bu muammoli narsa emas. 5-o'rin, 5-raqamlar Jude Bellingham va uning kumiri Zinedine Zidane. Yoshligimda otamda Zidanening futbolkasi bo'lar edi. Bir kun kelib, "Dada, bu kimning futbolkasi?" deb so'radim. YouTube ga kirib, "O'yinini ko'r va shunda tushunasan" dedilar. deb intervyu bergan Bellinghamning o'zi. Realga kelib, albatta u o'zining kumiri, ya'ni Zidanening 5-raqamini oldi. Birinchi mavsumdayoq u o'ynagan butsalarda ishlatgan fintlari kutilmaganda super statistikani qayd etdi. 43 ta o'yinda 23 ta gol va 13 ta assist. Madrid muxlislariga o'sha vibe-ni berdi desa, adashmaymiz. Aytgancha, ularning bo'yi ham deyarli bir xil. Zidane 1.85, Bellingham 1.86. Jude jamoada eng tezkori emas, lekin universal, texnikali va kuchli fizikaga ega, xuddi Zizou kabi. Hammasi o'xshab kelmoqda. Endi shu faqat oltin to'p yutsa, hammasi ideal bo'ladi.
va bunga hali imkoniyat juda katta. 4-o'rin rostdan ham birga bir o'xshashli Pedri va Iniesta. Pedrining aytishicha, men uning kumiri bo'lganman. Uning o'ynashdan kelib chiqib shuni ayta olamanki, bizda o'xshashlik rostdan ham juda ko'p. Aynan shunday deb Andres Iniestaning o'zi aytgan. Yana bir Barselonaning sobiq futbolchisi va murabbiyi Xavining fikri esa shunday. Uning to'p bilan markazdan hujumga o'tishi menga Iniestani eslatadi. Xuddi Iniestaga o'xshab Pedri orqaroqqa o'tib, kichik pas o'ynashi mumkin. Xuddi Iniestaga o'xshab bitta pas bilan futbolchini hujumga chiqarib yuborish ham mumkin. Texnika, to'p bilan muomala esa aytib o'tganimdek birga bir. Hozirda Barsaning miyasi aynan Pedri. Xuddi Iniestaga o'xshab Pedri bu mavsum oltin to'pga nomzodlar orasida yuqori o'rinni egallashi kutilmoqda. O'tgan videomizda Oy jamoasida Pedrining statistikasini aytib o'tgan edik. Yana qaytarmaymiz. Shunchaki qisqa qilib aytamiz, Pedri bu rostdan ham Iniestaning kloni. 3-o'rin so'nggi 1-2 oyda o'xshatilinib kelayotgan futbolchilar PSJdan Due va Neymar. O'zi Due so'nggi 2-3 oyda trendda bo'layotgan futbolchi. Neymarga o'xshashlik tomonlari asosan uning texnikasi va har xil fintlar qilishi. To'pni uzoq muddat o'zida saqlab qolishi va kreativligi uni braziliyalik futbolchiga o'xshatadi. Due hozirda aynan Neymar o'ynagan PSJda ikki qanot vingeri sifatida to'p surmoqda. Jamoada Dembele, Kvaratskhelia, Barkalya kabi vingerlar bor, lekin aynan ular orasida Due Neymarga o'xshab potensiali boshqalarga qaraganda ko'proq baholanmoqda. Bu mavsum hozircha 49 ta o'yinda 13 ta gol, 12 ta assist, 98% o'xshagan driblinglar, 75% aniq paslar. Hali 19 yoshlik vingerni PSJda porloq kelajak kutmoqda. Asosiysi tartibni buzmasa va to'g'ri qarorlar qabul qilsa bo'lgani. 2-o'rin Kylian Mbappe va Cristiano Ronaldo. O'zi Mbappeni ko'proq Anriga o'xshatishadi. Sobiq fransiyalik futbolchi ham xuddi Kylian kabi ham markazda, ham chap qanot vingeri bo'lgan. Kyliandek tez, zarbasi kuchli va o'yin uslubi ham o'xshash edi. Lekin biz aynan Ronaldoni tanladik. O'zi birinchidan Cristiano bu Mbappening kumiri. Ikkinchidan Real Madridga o'tganda bo'lgan marosimi ham birga bir Ronaldonikidek bo'ldi. Xuddi Ronaldodek 9-raqamni oldi. Ishonchim komil, agar Vinicius ketsa 7-raqamni ham Mbappe oladi. Endi statistikaga kelsak, aynan birinchi mavsumdan kelib chiqib, Cristiano Real Madriddagi debyut mavsumida 33 ta gol urgan. Mbappe esa allaqachon 35 tadan ko'proq urdi va hali mavsum tugagani yo'q. Ronaldo ilk mavsumida jamoa bilan sovrin yutmagan. Mbappe hech bo'lmasa UEFA Super Kubogini yutdi. Qolgan turnirlarda esa Ronaldo bilan bir xil bo'ldi. Cristianoning fikricha, Kylian kelajakda albatta oltin to'p yutadi va Real Madrid bilan Chempionlar Ligasida favorit bo'ladi. O'ylaymizki, afsonaning gapi to'g'ri chiqib, Mbappe uchun orzu bo'lib qolayotgan sovrinlar ro'yobga chiqadi. Va birinchi o'rin albatta hamma kutganidek Lamine Yamal va Messi. Futbol tarixida yangi Messi deb atalgan futbolchilardan ramziy jamoa tushsa bo'ladi. So'nggisi va rostdan ham ishonch bildirilgani bu Fati. 2020-yili 16 yoshida debyut qiladi. O'yindan keyin Messi futbolchini quchoqlab, unga xuddi o'rnini sekin topshirayotganidek bildiradi. Futbolchida keyingi 10-20 yilni ko'rishgan, 10-raqamni berishgan, lekin jarohatlar bunga yo'l bermadi. Yaxshiyamki Yamalda sal boshqacharoq. Lamin ham chapaqay, ham o'ng qanot vinger. Texnikali, tez va kreativ. Yosh bo'lishiga qaramay, o'zidan kattalarni aldab, gol yoki assist qilishni yaxshi ko'radi. Yamal Interga qarshi o'yini bilan butun jamoa aynan unga, uning kreativ qobiliyatiga ishonayotganini ko'rsatib qo'ydi. Agar 17 yoki 18 yoshida oltin to'pni yutib qo'ysa ham, hayron qolish kerak emas. Chunki bu mavsum eng kuchli jamoaning asosiy futbolchilaridan biri aynan Lamin. So'nggi oydagi statistikamizni o'tgan videomizda, ya'ni aprel oy jamoasida aytib o'tganmiz. Lamin 2024-yili Yevroni yutdi. Messi esa Copa Amerikani va ular 26-yil mart oyida bir bahsli uchrashuvda ko'rishadi. Finalissimoda. Original Messi va uning kloni deb atalayotgan Lamine Yamal. Aynan shu ikkisi uchun ham bu bahsni albatta ko'rish kerak. Ha aytgancha, yozda, ya'ni keyingi mavsum oldidan Yamalga 10-raqam berilishi kutilmoqda. Shaxsiy fikrimcha, Lamine Fatiga qaraganda uyaltirib qo'ymasligiga ishonchim komil. Aytib